muhim eslatma akalar, tashqi tomonga akfa mahsulotlaridan qo'shilgan yaxshi romlarni, eshiklarni iloji bo'lsa plastik qo'shilgan yaxshi bo'ladi. Ichkari tomonga albatta MDF aytadi. Ichkari tomonga oppoq rangda qo'shilgan mahsulotga muvofiq bo'ladi. Sababi bu abo'y tanlamaydi. Xohlagan bo'yda ko'rsatishimizga patologlari ham bir-birini ochib turibdi, juda ham chiroyli holatda chiqqan. Krashning original MDF eshiklarni o'rnatib berdik. Ko'rsatishimizga juda sifatli holatda to'rtslov kraskalar sepilgan, original zamonaviy qo'yilgan ko'rinib turibdi. Rezinkalar bilan 5 shimni qilib o'rnatib qo'ydik. Jami bo'lib 4 ta eshik, 4 ta rom o'rnatildi. Xo'p, o'rnatgan joyimiz Farg'ona, Toshloq tumani, Zarkentda bo'ldi. Ko'rsatishimizga juda ham tiniq, ideal holatda. Yo'llarni ham yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Tiklari tiniq holatda bo'lgan. Mana ko'rsatishimizga yo'l tomonlari akfa ruchkalar bilan 5 shimni qilib oynalarni qo'yib qo'yganmiz. Tagiga marmardan podogonliklarni qo'yishar ekan ustakilarimiz, xudo xolasa. Xo'p. Hay tomonlarni ko'rsatib o'tamiz. 4 ta ikki qanotli eshik, 4 ta rom o'rnatdik, jam bo'lib. Tomonlarda ham orqa tomonlari juda ham tiniq, ideal holatda chiqqan. Stiklarni mana ko'rishingiz mumkin. Tiniq holatda. 3 qanotli rom bu. Ochib yopilishlari zo'r holatda bo'lgan. Xo'p, kimga shunaqa sifatli original MDF eshiklar, romlar zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Vodiy Toshkent bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bor. Vakolatlarga kelishgan holda dastavkalarni qilib beryapmiz. Hop, yaqinda Qashqadaryoga, Samarqandga dastavkalarimiz bor. Ulardan videolarni joylab boramiz. Kuzatishda davom etasizlar akalar. Sog' bo'linglar.